yangi qo'shinni bozor. Shoh hozir bu qishloqda bo'ladigan konsertdan keyin vodiyga o'tib ketishimiz kerak. Ertalabmi konsert? Ha, ertalab konsert. Undan keyin ikkita tadbir bor yana. Ulguramiz. Ancha xat kelgan mana muxlislardan. Samarqanddan kelibdi, Buxorodan kelibdi, mana Qashqadaryodan ham bor. Mana bunisi vodiydan ekan. Shoh biz boradigan qishloqdan ham xat kelibdi. Yo'q. Ha, mana. Qani, Shuhrat aka o'qing eshitaylikchi. Hozirda. Assalomu alaykum, Shohjahon aka. Meni ismim Muqaddas. Olis bir qishloqning oddiy bir qiziman. Bilasizmi? Yaqinda qishlog'imizda xayriya konserti uyushtiriladi. Agar imkon topib shu konsertga kelsangiz, boshim osmonga yetgan bo'lardi. voydoda.com Qishloqning chekka uyida sumbul sochlarini tarab o'rgan qiz kunduzlari yashab osol uyida tungi tushlarida meni ko'rgan qiz chekka bir qishloqning chekka uyida sumbul sochlarini tarab o'rgan qiz gündüzleri yaşab osal uyida tungi tushlarda meni ko'rgan qiz gözlerin, qora chig'laring bir zum hayollarda qolsa yetasan. Qolay ko'zlaring, qora chig'laring bir zum hayollarda qolsa yetasan. Seni o'z holinga qo'ymaydi barib, jonginam bosh olib qayga ketasan. Seni o'z holinga qo'ymaydi barib, jonginam bosh olib qayga ketasan. Chekka bir qishloqning chekka uyida sumbul sochlarini tarab o'rgan qiz kunduzlari yashab osol uyida tungi tushlarida meni ko'rgan qiz dünya senin misalingden umid uzmayman. Chekka bir qishloqning chekka uyida sumbul sochlarini tarab o'rgan qiz kunduzlari yashab osol uyida tungi tushlarida meni ko'rgan qiz chekka bir qishloqning voydoda